Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda joriy yilning 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Dolzarb 30 kun tadbiri doirasida Buxoro xalqaro aeroporti mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli yoqilg'i moy mahsulotlarini saqlash omborida yong'in o'chirish amaliy taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha Dolzarb 30 kun doirasida yonish portlash xavfi mavjud obyektlarda yong'inlarning oldini olish dolzarb masala sanaladi. Buxoro xalqaro aeroporti mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli yoqilg'i moy mahsulotlarini saqlash omborida o'tkazilgan maxsus taktik o'quv mashqlari dastlab Dolzarb 30 kun tadbirlarining mohiyatini tushuntirish bo'yicha yo'riqnoma bilan boshlandi. Shundan so'ng obyektda xavf-xatar signali bilan o'quv mashg'uloti boshlandi. Unga ko'ra yoqilg'i moylash mahsulotlari saqlash sig'imida shartli yong'in yuzaga keladi. Aloqa va xabar berish xizmati tomonidan obyekt rahbariyati va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vaziyat to'g'risida xabardor qilindi. Shoshilinch tarzda yong'in joyiga yetib kelgan obyekt ko'ngilli yong'in o'chirish guruhi tomonidan yong'inni bartaraf etishga kirishildi. Tez orada viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruv otryadi voqea joyiga yetib keldi. Obyekt parvozlarda qidiruv va avariya qutqaruvni ta'minlash xizmati bilan hamkorlikda jabrlanganlar qutqarildi va ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Jarayonda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv otryadlariga yetib kelib, zudlik bilan yoqilg'i moy mahsulotlari saqlanadigan sig'imlarni tashuvchi poyezdda sovutish ishlari boshlandi. Yong'in qutqaruv avtonarvonlari orqali baland rezervuarlardagi yong'in to'liq o'chirildi. Tadbir davomida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in texnik markazi tomonidan yong'inning yuzaga kelish sabablari o'rganildi. Shuningdek, tadbir davomida obyektning yer osti suv olgichlari ko'rikdan o'tkazildi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda aeroport rahbariyati tomonidan o'tkazilayotgan oylik mohiyatini keng anglash va obyektda yong'inga sabab bo'ladigan har qanday omilni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga vazifalar belgilab berildi. Oylik doirasidagi tadbirlar davom etmoqda.